Otabek, bugungi suhbat qilamizki, mana shu suhbatda odamlar ko'pchilik zerikib qoldi-da, falon million daromad, bunaqa, bunda eksangiz bunday bo'ladi, buni eksangiz bunday bo'ladi. Keling, mana suhbatlashganda shu minuslar haqida bir ma'lumot bering. Meni kanalimda ko'pchilik haligi to'g'ri narsalarni aytaman, o'xshamagan joyini o'xshamadi, minus bo'lsa minus bo'ldi deb aytaman. Shu realniroq gaplashsak nima deysiz bugun? Yaxshi-da, zo'r bo'lardi. Boshladingmi Dilshod? Boshlaganman, gapiraveringlar. Boshlanganmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, yurtdoshlar. Bugun Agro kanalining admini Otabek do'stimiz Toshkent viloyati Zangotaga tashrif buyurdik. Qulupnay haqida ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumot bergandim. Biznesi qiziqmi? Instagramda ko'proq qiziq bo'lsa yozinglar degandim. Ko'pchilik yozgan ekan. Otabekni qidirib topib keldim. Men YouTube'dan ko'rdim Otabekni. Bugun Agro kanalidan Qulupnay haqida juda qiziqarli ma'lumotlar beradi. Mana shu joyga Otabekni kanalini ham yozib qo'yamiz. Bemalol Otabekni o'zini videolari bilan qulupnaylar haqida, ko'chatlari haqida, agrotexnikasida ma'lumot bergan ancha videolari bor. Mana shu videolarning orqasidan o'zim ham qiziqib keldim. Otabek, hali men videoga olinayotganini bilmasa sizga aytayotgandim. Dilshod boshlab o'rgan ekan. Bilaman, hozir videolarda ko'pchilik faqat daromad, falon million daromad ko'rasiz degan narsadan boshlaydi. Men o'zim ham haligi bir xil ekinlarga qiziqib ketaman-da, bir narsani boshlab qo'yib turib, e'tiborimni qaratalmasdan, fokus qilolmay haligi narsaga har yili bitta ekindan zarar ko'radigan joyim bor. Hozir mana 2024-yil 30-iyun sanasi bugun har yili bir ekinlardan zarar ko'raman. Daromadni boshlashdan oldin mana shu qulupnay ko'chatini savdosi bilan ham shug'ullanasiz. Shu olib ketadigan odamlaringiz bor, mijozlar, deylik, xaridorlaringiz olib ketib olgandan keyin ko'proq nimalardan zarar ko'rib ekinlari o'xshamay qoladi. Shundan boshlaylik. Endi G'ulomjon aka, avvalambor assalomu alaykum kuzatuvchilaringizga. Mana shuncha uzoq bo'lsa ham shuncha havallashib, bizani hurmat qilib kelgan ekansiz. Avvalambor bu narsa hammasi navga bog'liq. Bu imенно mana shu sortlarimiz Italianskiy Cleri navi. Bizda endi siz mijozlar nimaga ziyon keltiradi, nimadan o'sha aziyat chekadi deganingiz uchun asosan shu navga bog'liq. Bizani bilasiz, 15 yillik, 20 yillik, 30 yillik daji navlarimiz bor. Mana shu biz Yangiyo'l tumanidamiz. Hozir mana shu atroflarimizda Zangota, Yangiyo'l juda ham katta maydonda ekishadi. Asosan bizda eng katta muammo bo'layotgan narsa biz eksportga chiqa olmayotganimiz, savdogarlarning eng katta og'riqli nuqtasi bu navga bog'liq deb o'ylayman. Chunki yo'lga chidamsiz va o'zimizni bozorlarimizni, ichki bozorlarimizda uje bugun dehqon terib berdi. Uje olib chiqqandan keyin bozorda yarim kun, bir kundan keyin o'zini sifat darajasini yo'qotib qo'yapti. O'shaning uchun biz maqsad qildik, mana 2023-yil bahor oylarida 10.000 tub alba ko'chatlarini olib keldik va kuz sentyabr oylarida 5.000 tub Cleri olib kelganmiz. Hozir o'shani hech qanaqa hosilga emas, faqat ko'chatga urg'u berib ko'paytirish jarayoni. Mana shu ko'rib turgan joyingizda 5.000 tubdan biz 60.000 tub Cleri ko'chati oldik. Bu yerdan taxminan 80% ko'chatini oldik. Va alba ko'chatlarimizni hozir olib borib ko'rsataman. Uni ham ekilish jarayonlarini, hammasi ko'chat qilinish jarayonlari ketyapti. Dalada ko'ramiz. Ular dalada bo'ladi, xudo xolasa. To'g'risini aytsa, qulupnay sohasi umuman o'zi qulupnay soha emas, bizda O'zbekiston hududida agrar sohasi juda ham orqada qolib ketganmiz deb o'ylayman. Agro biznes chunki oddiy nazarda qarashadi. Dehqon bu deb qarashadi. Agro biznes sifatida qaralmaydi. Buni biznes sifatida qaralmaydi, lekin biznes sifatida qarasa, bu G'ulomjon aka, bu hech qaysi biznes keltiradigan pulni keltira olmaydi. Lekin bunga 1 so'm tiksangiz 8 so'm, 10 so'm olish imkoni bor. Qachonki bunda o'zingiz o'sha aytdingiz-ku, o'sha buni hobbi qilib olish kerak emas. Keyin siz aytganingizdek qolgan qulupnay soha, agro soha blogerlar sal reklamalar, boshqalar sal noto'g'ri ketib qoladi. Bizda buni ekib qo'yding, bo'ldi. Misol uchun suvini bersang, qulupnay shunaqa yovvoyi tabiatroq narsa, hosilini olasan, bo'ldi. 7 marta, 8 marta hosilini olasan degan narsalar noto'g'ri narsa. O'zidan ko'chat ko'paytirasan, o'ziga o'zi bo'lib ketaveradi. 5 sotik, 10 sotik qilasan, 20 sotik qilasan degan narsalar, u narsalar sal noto'g'riroq ketgan. Ko'proq qiziqtirish uchun o'sha ma'lumotlar uchun aytdim-da sizga. Mana shu ma'lumotlar faqat daromadga borib taqalyapti. Daromad emas. Mana bu navlar haqida aytib o'tdingiz-ku. Navlar haqida men hozir masalan Surxondaryoga ekishni reja qilib turibman. Navlar haqida aytib o'tdingiz. Hozir bir xiligi
Navlar eski sortlar dedingiz, eski navlar ham bor. O'sha keling, misol oydinlashtiramiz. Hududlar bo'yicha ochiq dalaga ekilishi yoki issiqxonaga ekilishiga qarab, agar boshlayotgan odamlar xato qilmasligi uchun to'g'ri navlarni to'g'ri joyga, hududiga qarab joylashtirish kerak bo'ladimi shunda? U narsa ham to'g'ri. Ochiq maydonga ekiladigan navlar bor va issiqxona, himoyalangan yerga ekiladigan navlar bor-da. Misol uchun koreyskiy sortlarni ochiq maydonga mana o'tgan yili Bestberry degan Zavqiddin akam bilan biz intervyu qilganmiz. Yarim soatlik intervyu qilganimizda Koreya navlari ochiq maydonga to'g'ri kelmaydi deganimizda bizga qarshi mana shu o'zimiz hamkasblarimiz yana atvet video qilib chiqarishgan. Bu yerda nima deyilgan? Ochiq maydonda mana bo'lyapti-yu koreyskiy sortlar deyishyapti-da, lekin u ochiq maydonga kirmaydi. U yoqda o'sha ustini tip balagan qilib qo'yishgan, o'sha himoyalangan yer deyiladi. Salafan yopib qo'yilsa, o'sha himoyalangan, o'shanda bir martagina hosil olish mumkin bahor oyida. Lekin qishi bilan davomiy hosil olib bo'lmaydi. Remontantlik bo'lmaydi-da. Shunaqa. Endi u yerda bu sortlarimiz endi ochiq, действительно ochib qo'yadigan bo'lsangiz, bu navlarimiz juda ham to'g'ri keladi. Bu nimaga biz yana bitta sababi buni tanlaganimiz, biz issiqxonada o'sha himoyalangan yer, tunnellarda qilib biz hech qachon eksport darajasiga chiqa olmas ekanmiz, o'ylab qarasak. Hozir faqat o'zimiz ichki bozorni to'ldirish bilan biz ovoramiz, chunki mana hammaga ma'lum viloyatdagilarda qish oyida bilsangiz agar mana Qashqadaryo, Surxondaryoga shu Tojikistondan kirib kelar ekan. Bu yoq Buxoro, Samarqand, Jizzax, Xorazmlargacha Turkmanistondan juda ham katta ob'yomda qulupnaylar kirib kelyapti. Bizdan arzonga sotishyapti-da ular. Biz faqat ichki bozorimizni to'ldirishni o'ylab, faqat o'zimiz bilan o'zimiz raqobat qilyapmiz, lekin men bu navlarni tanlashimdan sabab bu mana 23-yildan beri harakat qilyapmiz. Bu 1 yil, 2 yilsiz o'zini so'zini aytmaydi. Qachondir o'zimiz ichki bozor to'lgandan keyin biz eksportga chiqishimiz kerak bo'lib qoladi. O'zimiz bilan o'zimiz raqobat qila olmaymiz. Ana o'shanda bizga yetarli, kerakli navlar yo'q. Chunki Koreya navlari Solxyan, Kingsbury, Kimshil o'sha navlar, misol uchun o'zimizda Jaydar sortlar, Isabella deyshadi, Victoria, Charlie u sortlar bilan biz eksport qo'shni davlatlarga chiqa olmaymiz. Chunki o'sha yo'lga chidamliligi juda ham past. O'shani hisobga olib, bu 2 yil, 3 yil, 4 yilda o'zini so'zini aytadi. O'shani taxmin qilgan holda, prognoz qilib, mana shu sortlarni biz olib kelib, mana уже 1 yildan oshdi, ko'paytirish jarayonidamiz. Navlarni aytib o'tdingiz, demak, bizda hali bozorda shakllantirish uchun, bozorda rivojlantirish uchun, eksportga chiqish uchun yangi navlar, raqobatbardosh navlar, yo'lga chidamli, transportirovkaga chidamli navlar kerak bo'ladi. Qarang, mana men Surxondaryoda dala maydonimda ekmoqchiman qulupnayni. Ochiqqa. Ochiqqa ekadigan bo'lsam, hozir o'ylanyapman, shu agrovolokno qilsam yerga yaxshimi, qaysi navda eksam yaxshi yoki yerga plyonka qilib qoplama qilsam, mulcha qilsam yaxshimi? Keyin birato'lasi mana shu issiq hududlarda vohamizda ekmoqchi bo'lganlarga ochiq dala bo'yicha qaysi navlar, qanaqa agrotexnikalar tavsiya qilishingizni aytib ketsangiz birato'lasi, keyin ana biznes masalasiga to'xtalamiz. Yaxshi aytdingiz. Mana shu masala bo'yicha G'ulomjon aka, bizni bilasiz, mana videoni qo'yib boramiz. 2 yil, 3 yil bo'ldi. Biz o'zi asosiy bizning daromadimiz shu dehqonchilikdan, mana shu qulupnay soha, qulupnay regionida tug'ilib o'sganmiz. Biz Sergeli hududida tug'ilib o'sganmiz, hammaga ma'lum. Shu 70-yil, 80-yildan beri o'sha qulupnay qilib kelishadi. Biz ham o'sha yerda yoshligimizdan shu qulupnaylarning ichida katta bo'lganmiz. Shu 7-8 yil bo'ldi, shu qora mulchalashga o'tdik biz, qora salan falan, qora plyonkadan o'tdik. Yon atrofimizdagi qo'shni dehqonlarni, qulupnaychilarni qiziqtirdik. Bizni tomchilatib sug'orish va qora mulchalashga o'tdik. Ularni уже keyin ko'rib bizdan o'tishdi, ko'pchilik eplash olmadi, chiqib ketishdi. Chunki bunga faqat tajriba yetarli emas, ozgina ilm ham bo'lish kerak. Biz birinchi yil o'zida juda ham katta xavflarga duch keldik. Shunga qaramasdan ularni bosib o'tdik va o'shani yo'lga qo'yib, shu kungacha biz ko'chat sotgan insonlarimizga, mijozlarimizga shu qora mulchalashni tavsiya qilib kelardik. Salafan qora plyonkadan mulchalashni tavsiya qilardik. Endi afzalliklarini nima desak bo'ladi? Begon o'tlar chiqarmaydi va namni ushlab turadi, bahor kelsa yerni vaqtliroq qizdiradi degan qora plyonkani tavsiya qilardik. Endi shu 23-yildan beri shu fikrimizni o'zgartirdik. Shu agrospamga katta urg'u beryapmiz. Shu siz bilan ham kechagina gaplashdik. Iminni issiq o'lkalarda, mana misol uchun issiq viloyatlarda, mana sizlarning o'sha voha hududlari kiradigan bo'lsa, u yoqqa to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Chunki
Bu to'g'ri, qora plyonka tezroq bahor kelsa tezroq yerni qizdiradi, quyosh nurini to'g'ridan-to'g'ri issiq yutib yerni vaqtli uyg'otishga sabab bo'ladigan bo'lsa, keyin uje aprel may oyi keladigan bo'lsa, uje u yog'iga minusga o'ynab qo'yadi. Juda qizib ketadi bizda havo. Birinchi anaqasi o'sha yerga issiq havoni, masalan, 30 gradus bo'lsa 40-50 gradusga o'radi yerni gradusini. Bilasiz, ekinga tashqi havo emas va yerni muhitdagi havo ham katta sabab bo'ladi. To'g'ri, nafas olish kerak, kislorod. Nafas olish kerak va ko'p qizdirib yuborishadi. Keyin yana bitta sababi hosiliga. Hosili uje salafanga tushgandan keyin, salafanda bo'lgandan keyin biz bir necha yil kuzatdik. 10% dan 20% gacha pateriya bo'lardi. Palaklari yaxshi bo'lsa 5% dan 10% gacha pateriya bo'lardi hosilida. Nima desiz, bilasiz, qora narsa issig'i oftoni qaytaradi, yutadi. O'shaning hisobiga donlarini, hosillarini vaqtli erta pishirib qo'yishga sabab bo'lardi. Bu degani cho'ntagingizdagi daromadingiz kamayadi degani-da. Chunki erta pishib qolgandan keyin bilasiz, masalan 30-40 gramm emas, 15-20 grammlik hosil pishib qoladi. Maydaroq pishib qoladi. Maydaroq bo'lib qoladi. Va uni ofto'g'rigandan keyin uje sifati yo'qoladi, qanaqadir liqqo bo'lib qoladi-da. Uje yeyishga yaroqsiz bo'lib qoladi. O'shanisiga 5-10% pateriya o'shanisiga bo'ladi. O'shaning uchun biz hozir maqsad qilyapmiz. Mana o'zimiz ham o'sha sizlarning Surxondaryo hududiyligi mo'ljal qilib turibmiz. 5 gektar maydonga iminni shu sortlarimizni ekishga mo'ljal qilyapmiz. Siz bilan ham ancha gaplashdik. Fikr almashdik. O'sha yoqqa biz agrosipam qilmoqchimiz. Chunki sal to'g'ri salafandan 3-4 barobar balkim qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin biz eng ma'quli deb o'shanga to'xtab turibmiz. To'g'ri, Yevropa hududlarida bilsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'rgandirsiz. Mulchalash usuli, masalan, agrosipam, plyonka, даже mana shu oq plyonkalarda ham biz yoshligimizda mulcha qilib ko'rganmiz. Buni tavsiya nimaga ko'pchilik mana shu joyda javob berib o'tsam, oq plyonka oddiy teplisanikini qilinadigan bo'lsa, bundan yorug'lik darajasi yerga o'tgani hisobiga o't uje rivojlanib o'sib ketadi-da va o't salafanni barobar ko'targandan keyin qulupnay palagidan uje ko'tarib ichiga qarab tiqib yuboradi. U oq plyonka mumkin emas. U tarvuzchilarga, boshqachilarga mumkindir. Chunki o'sha azot berishadi, o'sha kuydirib yuborishar ekan o'tini bo'ldi. Bu qulupnayga unaqa mumkin emas. Oq plyonka faqat qora plyonkani sababi quyosh nuri 100% yerga tushmagandan keyin, qorong'i yer bo'lgandan keyin keskin tagida ham o't chiqmaydi. O'shaning uchun qora matodan qilishadi. Quyosh nuri 1% ham ko'rmagani uchun o't unib chiqmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, Yevropa hududlarida yana bitta mulchalash usuli bor. Oddiy poxol, somonlar bilan mulchalashadi. Endi u bizda hozir bitta narsasidan qo'rqib turganimiz, somonlar mana hozir bu yil mollarga talab juda ham kam ekan, juda ham arzon ekan. O'shanga ham bir to'xtab o'sha narsani qilaylikmikin deb o'yladik. Endi bizda to'polonchi yosh bolalar ko'p-ku. O'shanisidan hozir qo'rqib turibmiz. Yo'q, qolishi mumkin-da. O'shanisidan qo'rqib turibmiz. Yo'q, ozroq joyga tajriba qilib ko'rish kerak. Otabek hali aytib o'tdingiz, agrobiznes nuqtai nazaridan yondashmayapti, ko'pchilik oddiyroq qarash bilan yondashyapti deb. Haqiqatan Surxondaryoda ommaviy chiqargan vaqtni aytmayapman. Endi obunachilarimiz noto'g'ri tushunishmasin. Ba'zi paytlarda ko'pchilik chiqargan payt emas, haligi kamroq, noyobroq bo'lgan vaqtlarda Tojikistondan kelar ekan. Haqiqatan Tojikistondan o'tib kelib, ichki bozorimizni hali ta'minlab bera olmayapmiz ekan. Bu haligi may, iyunda ko'payib ketgan vaqtni aytmayapman. Qadrli muxlislar, Otabek yana ham yaxshiroq bo'ladi buni chiqargan vaqtlarida. Eksportga chiqishimiz uchun yoki ichki bozorimizni ta'minlash uchun o'sha yaxshi navlarni tanlasak, yangi navlarni tanlasak, tashqi yaroqli bo'lgan, qattiqroq, uzoqroq saqlanishi mumkin bo'lgan, keyin chiqarish muddati juda ham muhim ekan. Shu chiqarish muddati, mana agrobiznes agar nuqtai nazardan olganda, baribir bilasiz, hamma daromad qilishni xohlaydi. Baribir xohlaymizmi, yo'qmi? Hamma boshidagi daromaddan boshlab, biz daromaddan boshlamadik-ku. Lekin daromad olinadigan bo'lsa, o'sha vaqtlari bor-ku. Qaysi paytda endi men ham hozir Surxondaryoda eksam, kamroq paytda chiqarib, qimmatroq sotmoqchiman-da. Shuni tushuncha berib keting. Qulupnayni noyabr oyidan may oyigacha bemalol chiqarishsa bo'ladi, issiqxona sharoitida. Endi yaxshi narx deydigan bo'lsangiz, misol uchun oktyabr, noyabr, dekabrgacha o'sha himoyalangan yer dala hududlari chiqarishyapti. Issiqxonada agar bo'ladigan bo'lsa, sizlarning regioningizda agar qiladigan bo'lsangiz, isitmasdan turib ham chiqarsanglar bo'ladi. Shu dekabr oyidan to aprel oyigacha chiqara olasiz. Chunki yaxshi narx bo'ladi. Aprelni 5-10 larigacha. Chunki 10 larida uje aprelni 1-apreldan 10-aprelgacha Toshkent hududida
juda ham katta miqdorda duga usulidagi qulupnaylar chiqib kelishni boshlaydi va mayni boshlari va 15-maylarigacha juda ham massiviy hosil bo'lgan bo'ladi. Ham teplisa, ham balagan, ham ochiq maydondagi 3 ta tipdagi hosillar hammasi chiqqan bo'ladi. O'sha paytda eng arzon bo'lgan bo'ladi. Endi men kuzatdim, Surxondaryoga bir necha marta borib kuzatdik. Sizlarda bizdan 20 kun, 1 oy vaqtli pishyapti-da bu qulupnaylar. Hech qanaqa ortiqcha xarajatsiz chiqarsanglar bo'ladi. Endi ko'pchilik bizga savol berishadi, shu paytgacha 20 yil 30 yil Toshkent hududi bo'lganda, qulupnaylarni makoni qulupnay bo'lgan, hamma viloyatga shu Toshkentdan ketgan, agar bilsangiz agar. Endi shu 3 yil 4 yildan beri mana shu ijtimoiy tarmoqlar rivojlangandan keyin issiqxona biznes egalari ekishyapti-da, lekin oddiy xalqlar qo'rqishyapti. Nimadan qo'rqishadi? Oddiy yerga ekishgandan keyin bizani regionimizga, bizani turpoqga, bizani suvga to'g'ri kelmaydi deb o'ylashyapti-da. Nimagaki ular qulupnay maydonlarini ko'rishmagan o'zligisi mahallaligizda. Misol Surxondaryo hududida bo'ladigan bo'lsa, Karomchi regionini ko'rishgan. Ular zelincha ekishadigan bo'lishi mumkin. Biz ko'rsatib beramiz qulupnaylarni. O'shani ko'rsatib, o'sha ochiq yerda mana 100% videosini qo'yganman, 100% qumda ekilgan qulupnaylar yetishtirib sotishgan. Vodiy hududlarida menga misol uchun Namanganda tashab turishadi videolarni, imini mahsulotlarni ekishgan. U yerda 40-50% toshloq yerlarda ekishgan. O'sha yerda ham yaxshi daromadlar olishyapti. Ha, yaxshigina, bizdan yaxshigina daromad olishyapti. Shuning uchun bu deyarli yer tanlamaydi, faqat o'sha suvga bog'liq. Suv o'sha pH AC darajasi sal pastroq bo'lishi kerak. O'shanisiga e'tiborli bo'ladigan bo'lsangiz, endi Surxondaryo hududida o'sha asosan o'sha kanal, tog'li hududdan tushib keladigan kanallar va daryoni suvlari biz o'lchab tekshirtirdik. To'g'ri keldi-da bunga. Xudo xolasa biz ham pH isilarni yoritib u haqida ma'lumot beramiz. Otabek hozir dalani ko'rsatib, agrotexnikasi sxemalari haqida mana bu ko'chatlaringizni o'z ekkansiz, faqat ko'chat emas-ku sizda. Keling, mana shu muxlislarimizga yana ham tushunarli bo'lishi uchun daladan ko'chatlarning o'zi rivojlangan joyidan ham ko'rsatib, ozgina tushuncha beraylik muxlislarimizga, osonroq bo'ladi. Yaxshi bo'lardi. O'sha ekilish bizda yana bitta masala so'rashadigani, shu qanaqa sxemada ekiladi? Misol uchun ko'chat reklama qilib o'sha hamkasblarimiz aytadiganlar, misol uchun 5 soti, 10 soti joyi ko'rsatib qo'yishadi. Hech qanaqa onali ko'chat joylari, maydonlar bo'lmaydi. Bizda o'sha hammasi shu savollarga javob bo'lsin deb hammasini yaratib qo'yganmiz. Bu mana ko'chatxonamiz shu Kleri navlarini ekilgan. Bu yerdan o'sha yerdan olingan ona ko'chatlarini ham ko'rsatamiz va qolgan turdagi ko'chatlarimizni va katta shu ko'chatxonamizni ham ish boshlangan. O'sha yerda bugun kakras joyiga kelib qolibsizlar, shuni ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi. Dalada davom etamiz, bo'lmasa.